Assalomu alaykum hörmətli ustozlar. Kitap anglashni va kitap o'qishni o'zining kundalik odatiga aylantirgan söyümlük do'stlar, kechqurunlar xayrli bo'lsin. Erkin Sidiq yazmalari 7-qism turmuşning muhim savotlari va savoqlari degan kitobimizning eng muhim qismi bo'lgan. Buyurilgan yordam va tirishchanlik Badr urushidan degan qismini o'qib beramiz. Kitap yozuvchi doktor Erkin Sidiq. Ovozda İstanbuldan Layla qiz. Kitap o'qilgan kun 2018 17 sentabr dushanba. Buyurulgan yordam va tirishchanlik Badr urushidan o'ylaganlarim 2014-yili 10 oyning 31 kuni. Mening tushunishimcha islom diniga e'tiqod qiladigan kishilar yoki musulmonlarning hamma ish Allohning o'rinlashtirishi bilan bo'ladi deb qaraydi. Men o'zimning yaqinqi bir mazgil ichida tayyorlagan maqolalarda hozirgi zamon musulmon allarining qanday shakllanganligi va ularning taraqqiyotda nima uchun hozirgidek bir nachar holatga kelib qolganligini tushuntirib o'tdim. Umumlashtirib aytganda, taraqqiyot jihatda hozir bir qism g'arb allari dunyoning eng oldida, musulmon allari va musulmon xalqlar bo'lsa, ulardan ko'p orqada turibdi. Mushundaq bir amaliyat mening kallamda tuvandagidek bir qator yangi savollarni paydo qildi. Hamma ish Allohning o'rinlashtirishi bilan bo'ladi degan so'z g'arbliklarning eng yuqori darajada taraqqiy qilib, musulmonlarning ulardan ko'p orqada qilishiga uyg'un kelamdi. Agar uyg'un kelsa, Allohning ashundoq o'rinlashtirishidagi hikmat yoki sabab nima? Allah qanday kishilarga bekrak yordam qiladi? Musulmonlikning 5 farzini to'liq ado qilish orqali Allohning yordamiga boshqalardan ko'proq erishgili bo'lamdi. Agar shunday qilg'ili bo'lsa, nima uchun hozir musulmon allari bir qism g'arb allaridan ko'p orqada qoldi? Bir millat uchun qudrat tepishning eng unumli usulini tepishning eng yaxshi chorasi shu yo'lni burun mengib baqqanlarning tajriba savoqlarini o'rganishdan iborat. Ya'ni qudrat topgan millatlar qo'llangan usullarni o'rganishdan iborat. Taraqqiy topgan allardagi millatlar boshqa millatlarni tadqiq qilishga, boshqa millatlar qo'llangan usullarni tadqiq qilishga nihoyat yuqori darajada ahamiyat berdi. Uyg'urlar bu jihatda hozirgacha bir nihoyat ojiz holatda turib keldi. Bundaq bo'lishki bir qism sabablar biz o'zimizda. Yana bir qismi bo'lsa bizning o'zimizda emas, o'zimizga bog'liq bo'lmagan sabablarmi oz emas. Ba'zi qarindoshlar burun menga Uyg'urlarning qudrat tepishidagi unumli yo'l ustida izlanib beqishni tavsiya qildi. Shuning bilan men Yahudilar haqida bir qancha parcha maqola yozdim. Yaponlar haqida ham shunday qildim. Men Yaponlar ustidagi maqolalarni tayyorlaganda foydalangan manbalarning biri 1930-yillari Germaniya hukumati Yaponlar ustida tekshirish va ilmiy tadqiqot olib berib, shu asosda tayyorlagan bir ilmiy doklad edi. Yana biri bo'lsa, Ikkinchi dunyo urushidan keyin Amerika hukumati Yaponiyaning ma'rif programmasi ustida olib borgan tekshirish va ilmiy tadqiqot natijalari bayon qilingan yana bir ilmiy doklad edi. Mening farzimcha ko'pincha o'qirmanlar men foydalangan shu manbalarga ancha diqqat qilib ketmadi. Men yaqinda din haqida izlanishni boshlagandan keyin kallamda g'arb allarining hozirqidek taraqqiy qila olishi bilan hamma ish Allohning o'rinlashtirishi bilan bo'ladi degan diniy hukm o'rtasida cho'qim bir bog'lanish bor. Undaqda u bog'lanish nima degan savol paydo bo'ldi. Shuningdan boshlab kallamning bir yerida mushu savolga javob izlashni zodil to'xtatmadim. Meningcha bu savolning javobi intayin muhim bo'lib, shu javob musulmonlarning, jumladan Uyg'urlarning buningdan keyin qudrat tepishi uchun qanday qilishi kerakligini ko'rsatib bera oladi. Men yaqinda buyon Yasir Qozi Amerikadagi o'zi o'qituvchilik qilayotgan oliy maktabda dars qilib so'zlagan Muhammad payg'ambarning tarjimholi degan leksiyalarini anglayotgan bo'lib, shu leksiyaning 38-qismida yuqori
haqidagi savollarga javob bo'la oladigan ozroq mazmunni uchratdim. Mən məzkur maqalada aşu məzmununu qısqacha tunishtiraman. Shundaqla dunyodagi eng taraqqiy qilgan davlat hisoblangan Amerika o'zining taraqqiyotdagi boshlamchiq o'rnini saqlab qolish uchun hozir qandaq ishlarni qilayotganligi haqida ozroq to'xtalaman. Hozir Amerika turayotgan bir qism yo'llar boshqa Hozir Amerika tutayotgan bir qism yo'llar boshqa taraqqiy qilgan g'arb allarininkiga nihoyat yaqin bo'lib, men shuningga oid faktlardan bir qanchanimi tilga elib o'taman. Shu orqali men islom dinidagi hamma ish Allohning o'rinlashtirishi bilan bo'ldi degan uqum bilan hozirgacha eng taraqqiy qilgan g'arb allari tutgan yo'l o'tirsidagi bog'lanishni bayon qilaman. Uyg'ur qarindoshlardan birari burun mushundaq bir temada maqola yozib e'lon qilib baqqanmı yo'q? Men uni bilmayman. Ashundaq maqoladan birər yozilgan bo'lsa-mu, men uni ko'rib baqmadim. Mening umidim, agar ashundaq maqolalar texi yezib beqilmagan bo'lsa, mazkur maqolani bir boshlanish qilib, madaniyat va bilim salohiyati jihatda imkoniyati bor qarindoshlar yuqoridagi savol ustida o'rtaq holda izinib baqsaq. Hamda bir yurish qanoatlarni javoblarni tepib chiqsaq, shundoq qilolsak, biz o'zimizning buningdan keyin qudrat tepishidagi eng unumli yo'l qaysi degan savolga javob topgan bo'lamiz. Men burun elxat yozgan ukalarning ba'zilari menga ishkirdagi o'lkalarda o'qiyotgan oliy maktab o'quvchilari ichida bir qism ukalar o'zligidan din o'rganishga nihoyat kirishib ketib, normal maktab o'qishiga sal qaraydiganligini aytib, Məndən şular üçün birər yazma tayyorlashimni umid qilgandi. Mən məktəb o'qishi bilan din o'rganishning munosabatini yaxshi bir taraf qilolmagan, din o'rganishni yaxshi elib berib maktab o'qishiga sal qarayotgan ukalarga mazkur yozmani kam deganda bir qatim o'qib chiqishni tavsiya qilaman. Men Yasir Qozining leksiyalarida tasvirlangan Muhammad sallallohu alayhi vasallam ning hayotidagi voqealardan bilgan hamda Yasir Qozi nihoyat aniq holda qayta ta'kidlagan bir haqiqat shuki, siz bir eng yaxshi musulmon bo'lish bilan g'alabaga erisholmaysiz. Siz bir eng yaxshi musulmon bo'lish bilan Alloh buyurgan yordamga erisholmaysiz. Allohning yordamini qo'lga keltirib qilgan ishingizga g'alaba qozonish uchun siz tuanda bayon qilingan boshqa bir qism ishlarni qilishingiz kerak. Birinci, Bedir urushidan yakunlab chiqilgan muhim hikmatlar. Hammamizning xabarida bo'lgandek, Muhammad sallallohu alayhi vasallam sahobalarni boshlab Hijriya kalendarining 1-yili yoki 622-yili Makkadan Madinaga hijrat qilib ko'chib keladi. Shu vaqtda musulmonlar ikki xil tahdidga duch keldi. Shuning biri ichki tahdid bo'lib, yana biri bo'lsa tashqi tahdiddan tashkil topadi. Ayni vaqtdagi ichki tahdid Madinaning texi birlikka keltirilmaganligidan iboratdir. Tashqi tahdid dasbida yolg'iz Makkani o'z ichiga oldi. Ammo keyingi bir qancha yilning ichida bo'lsa, butun Arab yarim oroliga kengaydi. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning Madina davrining dastlabki mezgilda Arab yarim oroli Madina bilan Makka, musulmonlar bilan Qurayshdan iborat ikki qutbga bo'lindi. Badr urushi yuqoridagi ikki qutb o'rtasida eng dastlabida yuz bergan urushdir. Ya'ni bu urushda Madinadagi musulmonlar Makkadagi Qurayshlar bilan urushadigan bo'lib, u mundaq boshlangan. Hijriya kalendarining 2-yili Payg'ambar alayhissalom Qurayshning bir karvonning Shamga savdoga ketganligini xabar tepib, ularning qaytib kelish vaqtiga ulgurtib, Madinaga yaqin joydagi ularning o'ta yo'li atrofiga ko'p qatim kuzatchilarni avatidi. Shu orqali Qurayshning hilqi karvoni ming to'yga mol besib qaytib kelayotganligini hamda bu ming to'ylik karvonni qo'g'daydigan kishilarning soni arang 40 odam atrofida ekanligini bilib oldi. Qurayshliklar Muhammad sallallohu alayhi vasallam va sahobalarni Makkadan ketishga majburlab, musulmonlar Makkadan ayrilganda o'zlarining hamma boylik mulklarini Makkada, ya'ni Qurayshlarga shu beti qolgan edi. Shunga musulmonlar bu qatim qilgan ish o'z mol mulklarining bir qismini qaytarib olish ishi bo'lib hisoblandi.
Şunun bilan payg'ambar alayhissalom o'zining planini Qurayshliklarning bilib qolishining oldini olish uchun Madinadagi sahobalarga haqiqiy ahvolni aytmay, ularga bir jiddiy vazifa chiqib qolganligini, o'zi xohlagan sahobalarning qanchalik tayyorlik qilsa, shunchalik tayyorlik qilib, o'zi bilan darhol yo'lga chiqishni chaqiriq qildi. Shuning bilan taxminan 310 nafar sahoba payg'ambar alayhissalom bilan birga darhol yo'lga chiqdi. Aslidagi plan bo'yicha bo'lganda 310 nafar sahobaning hech qanday urush qilmayla Qurayshning 40 nafar qo'g'dug'ichisini bo'ysundirishi butunlay mumkin edi. Shunlashqa bu 310 nafar sahoba aran 2 tuyoq ot va 70 tuyoq to'g bilanla hamda to'liq qurollanmayla yo'lga chiqdi. O'tiri hisob bilan 3 sahobaga bir to'gi to'g'ri kelgan bo'lg'achqa 3 nafar sahoba bir to'gi navbatlashib minib mangdi. Bir kun yo'l mengib oqshimi bargohlarni tikib dam elishga kirishgandan keyinla Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'zining planini sahobalarga aytdi. Ammo Qurayshlarning odamlari bu ishni bilib qilib, darhol mingdan ko'proq askar tashkillab, ularni yordamga avatdi. Shuning bilan 310 nafar musulmonlar mingdan ortiq Qurayshlar bilan Makkaga 312 kilometr, Madinaga 112 kilometr kelgan Badr degan joyda urush qildi. Mana bu islom tarixidagi dangliq urush Badr urushi. Battle of Badr bo'lib, u Qur'onda tilga ilingan bir qancha urushlarning biridir. Badr degan so'z aslida bir odamning ismi bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilishdan bir qancha asr burun Badr ismli bir odam shu yerga bir quduq qazdi. Keyincha u yer Badr tuzanligi deb atilib, eng oxiri bu joyning ismi Badrga o'zgartirildi. Bu qitimqi urush qatnashgan musulmonlarning kuchi Qurayshlarninkidan ko'p ojiz bo'lib, Muhammad sallallohu alayhi vasallam yo'l bo'yi to'xtamay yordam talab qilib Allohga duo qildi. Alloh Muhammad sallallohu alayhi vasallamga yordam qilganligiga va'da qilib, shu va'dasi bo'yicha Alloh 1000 farishta avatdi. Ammo bu farishtalar kelib Qurayshning odamlarini biroqli yo'q qilib etmaydi. Yasir qozining deyishicha, farishta Jibril 600 dona qanotning birsini bir shiltish bilanla bir kentni tuzib yetalaydigan. Ular Muhammad sallallohu alayhi vasallamning odamlarining urush qilishiga qarab turib, faqat ularning kuchi yetmagan, yordamsiz qolsa halak bo'lib ketadigan bo'lib qolgan vaqtida ondan yordam qiladi. Bu leksiyada Yasir qozi qayta ta'kidlagan bir narsa shuki, agar siz aqlingizni eng zo'r darajada ishlatib, jiningizni tikib, o'zingizning borliqini atab, qattiq tirishmasangiz, Alloh hargizmi sizga yordam qilmaydi. Qur'ondagi 8-sura Anfalning mazmuni butunlay mushu vaqa haqida bo'lib, men barliq o'qirmanlarga maqolni o'qib mushu yerga kelganda shu surani bir qatim o'qib chiqishini tavsiya qilman. Tuvandikisi Yasir qozining 38-qatimlik leksiyada qilgan bir qism so'zlarining asosiy mazmuni. Bu so'zlarning hammasi leksiyadagi birla joyida so'zlangan emas bo'lib, men ularni leksiyaning bir qancha yerlaridan oldim.